xushbo'y narsa tutatiladi. An Jabir radhiyallohu anhu qala qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam idza ajmartumul mayyita fa'awtiru wa fi riwayatin fa'ajmiruhu thalathan rawahu Abu Dawud va Ibn Hibban wal Hakim. Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam agar mayyitga xushbo'y tutatadigan bo'lsangiz toqiring dedilar. Boshqa bir rivoyatda unga xushbo'yni 3 marta tutading deyilgan. Ahmad, Ibn Hibban va Hakim rivoyat qilganlar. Bu ish turli noxush hidlarni ketkazadi. Mayyit yaxshilab yotqizilib, bo'g'inlari o'rniga tushish uchun harakat qilinadi. Bunday qilinmasa tanasi qiyshiq holda qotib qoladi. Uning ustiga yengil mato yopib qo'yiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam jon taslim qilganlarida sahobai kiromlar u zotning muborak yuzlari va ustilarini Yamandan kelgan siziqli hibara deb ataluvchi chapon bilan yopib qo'yishgan. Shishib ketmasligi uchun mayyitning qorniga og'irroq narsa qo'yiladi. Ba'zi joylarda Qur'oni Karim qo'yish odati bor, bu mumkin emas. Mayyitni so'ri kabi yerdan ko'tarilgan narsa ustiga ikki qo'lini yoniga qilib yotqizish tavsiya qilinadi. Shunda uni yuvish va kafanlash oson bo'ladi. Tanasi to'g'ri holda va yuvish hamda kafanlashga oson bo'lib qotadi. Mayyitni qo'lini ko'ksiga qo'yish mumkin emas. Bu boshqa dindagilarning ishi. Bizning o'likni yuvishimiz, kafanlashimizga ham mayyitning qo'li ko'ksida turishi to'g'ri kelmaydi. Hanafi mazhabi bo'yicha mayyitni yuvib bo'lmagunicha uning oldida Qur'on o'qib bo'lmaydi. Chunki yuvishdan oldin mayyit najas holda bo'ladi. Albatta bu holatda Qur'oni Karim o'qib bo'lmaydi. Odatda mayyitni yuvib bo'lgandan keyin ham ovoz chiqarib Qur'oni Karim tilovat qilinmaydi. Mayyitni o'pish joiz. Ana Aisha radhiyallohu anha qalat: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبره فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله لا